So'nggi yillarda qo'shni davlatlar bilan yaqin hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Chegaralar ochildi, do'stona aloqalar mustahkamlandi. Bu jarayonda madaniyat va san'at ham muhim o'rin tutayapti. Navbatdagi lavhamizda O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasining Tojikistonga safari haqida so'z yuritiladi. Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumanida joylashgan Shukur Burxonov nomidagi O'zbekiston musiqali drama teatri 91 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. O'tgan yillar mobaynida ushbu teatr sahnasidan ko'plab ulug' san'atkorlar yetishib chiqib, o'zbek va tojik san'atining rivojiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Markaziy Osiyoning Otaxon teatri jamoasining eng taniqli namoyandalaridan iborat tarkibini Spitamen tumani jamoatchiligi katta tantana bilan kutib oldi. Teatr zalining tomoshabinlar bilan liq to'lgani mahalliy muxlislarda o'zbek san'atiga bo'lgan qiziqish qanchalik katta bo'lganini ko'rsatib turibdi. So'z olganlar keyingi yillarda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi do'stlik rishtalari mustahkamlanayotganligi, bu oddiy odamlar hayotida o'z ifodasini topayotganini alohida e'tirof etishdi. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti, Milliy teatrimiz rahbari Yodgor Sadiyev so'zga chiqib, ikki davlat rahbarlarining bu yo'ldagi sa'y-harakatlarini alohida ta'kidlab o'tdi. Tojikiston prezidenti Janobi oliylari Imomon Rahmon Shavkat Miromonovichga qarab bir gapni aytdilar. Shavkat Miromonovich, siz mana shu 7 yil ichida shu ikkita xalqni yana qaytadan do'stligini qaytarganingiz uchun, o'rtadagi devorlarni olib tashlaganingiz uchun, chegaralarni ochilgani uchun 7 yildagi qilgan xizmatingiz 7 marta hajga borib kelgandan ham savob chiqdi. Haqiqiy o'sha qadrdon jigar do'stlarning bir-biriga bo'lgan e'tirofi edi. O'zbek Milliy akademik drama teatri va Spitamen tumanidagi Shukur Burxonov nomidagi O'zbekiston musiqali drama teatri vakillarining ijodiy uchrashuvi haqiqiy do'stlik tantanasiga aylandi. Markaziy Osiyoda birdek sevimli bo'lgan Erkin Komilov, Tesha Mo'minov, Zuhra Ashurova, Saida Rametova va boshqa taniqli aktyorlarimizning chiqishlari yig'ilganlarning olqishlariga sazovor bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti, Milliy teatrimiz rahbari Yodgor Sadiyev Shukur Burxonov nomidagi O'zbek musiqali drama teatri jamoasiga buyuk san'atkorning portretini sovg'a qildi. Uchrashuv yakunida mezbon teatr rahbariyati mehmonlarga o'z minnatdorchilik so'zlarini izhor qilishdi. Milliy teatrimiz jamoasining Tojikistondagi ijodiy uchrashuvi ikki xalqning san'at orqali yanada yaqinlashuviga xizmat qiladi.